Yaponiya Asahi Shimbun gazetining muxbirlari yaqinda Urumchi va Qashqarni ziyorat qilib, bu ikki rayondagi nurg'un masjidlarning Xitoy doiralari tomonidan chiqib etilganligini va sayohatchilarning ishlatilishiga topshirib berganligini bayqagan. Asahi Shimbun tor betida e'lon qilingan maqolada Qashqardagi bir qism masjidlarning ahvoli tonishtirilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Oktabrning 5-da bu yerdagi gumbazlik binoda uning masjid ekanligi ko'rsatilgan islom hilol oy belgisi o'chirilgan. Binoning ichimi butunlay qahvaxonaga o'zgartirilgan. Ilgirki cho'ng masjid sayohatchilar orom oladigan joyga aylandi. Xitoy sayohatchilar bu joylarda choy ichib yoki yetib orom oladi. Manbalarning aytishicha, bu qahvaxonaning tijoratchisi Guangdong o'lkasidan kelgan bir Xitoy bo'lib, u ilgari masjid bo'lgan yerni qayta qurgandan keyin 2019-yil mayda tijorat boshlagan. Shu yerdagi bir aholi Qashqardagi masjidning restoran va orom elish rayoniga o'zgartganligidan ko'ngli yerim bo'lganligini bildirdi. U, biz oilaning sirtida ibodat qilishdan qo'rqamiz. Shunga uyda maxfiy namoz o'qishga majbur bo'lib qolamiz dedi. Doklad yana Avstraliya strategiyalik tadqiqot o'rnining tadqiqoti mubar bo'lib, tadqiqotda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonning janubiy va shimolidagi 180 masjid har xil sabablar tufaylidan vayron qilingan. Türkiye Keləcək Partiyisi Xitay zulmü ostidagi Şərqi Türkistondagi mazlum xalqning ovozini Türkiye ve dunyoga anglatish uchun bir axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazmoqda. Bugun soat 11da boshlangan yig'inda sobiq Türkiye bosh ministri va Keləcək Partiyasining raisi Ahmet Davutoğlu, muavin raisi Selçuk Özdağ va tashqi munosabatlar mudiri Umid Yildirim so'z qildi. Bu yig'in dunyo qo'zg'aldi, hukumat sukutda, Sharqi Turkiston egisiz emas shiori bilan e'lon qilingan. Yig'in Keləcək Partiyasining ommaviy taratquv hisoblarida naq maydondan tarqatildi. Xitoy-Amerika pan-texnika urushi kunsiy kuchayotdi. Amerikaga taqobil turish uchun Beijing eksportini kontrol qilish qonunini tezlatdi. Xitoy 13-navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 22 qatimliq yig'ini 17-chesla eksportni kontrol qilish qonunini ma'qulladi. Manba kodi va hisoblash usuli kontrol doirasiga kirgizildi va kontrol qora tizimligi turg'izildi. Bloomberg 17-chesla Beijingning davlat bexatarligini qo'g'dash uchun sazgur mahsulotlarning eksportini cheklaydigan yangi qonun ma'qullaganligini sharhladi. Tahlilchilarning qarashicha, texnika sohasidagi jiddiylik kuchayotgan bir paytda bu Beijingning Amerika bilan bo'lgan raqobatda muhim texnikalarni qo'g'dishiga foydali. Shundaqla bu Xitoy-Amerika texnika urushining texmi qizib ketishidan derak beradi. Xitoy-Amerika munosabatining nacharlashishi Washingtonning Huawei texnika cheklash shirkati, TikTok, Undidor va SMIC qatorliq nurg'un Xitoy shirkatlari va detallariga qarshi harakat qo'llanishiga sabab bo'ldi. Gerçi Xitoyning hozirgi kontrol tizimligi Amerikadagiga qaraganda xeyli kichik bo'lsa-mu, ammo Xitoy savdo ministrligi 8-oyda algoritm va uchqisiz aeroplan qatorliq texnikalarni o'sishiga olgan tuzitish kirgizdi. Bu tizimlik texnik kengaytirilib, texnik ko'p mahsulot va texnikalarni o'sishiga oladi. İran Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından 2007-yildan başlap yo'lga qo'yilgan qurol embargosining amaldan qoldirilganligini va bugundan başlap qonunliq cheklamasiz holda har xil an'anaviy qurollarni sotib ololmaydiganligini e'lon qildi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Tehronning Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashining 5 a'zosi va Germaniyadan iborat 6 davlat o'rtasida 2015-yili imzolangan yadro kelishimiga asosan 13 yil yo'lga qo'yilgan xalqaro qurol yarog' embargosi va Eronning bir qism amaldoriga qo'yilgan xalqaro sayohat cheklamasining bekor qilinganligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda xalqaro jamiyatning Birleşken Devletler Teşkilatı bexatarlik kengashining 2231-nomerli qarori va yadro kelishimini Amerika hukumatining tirishchanligiga qarshi qo'g'daydigan muhim bir kun deyildi. Amerika hukumati 2018-yili bir taraflama holda yadro kelishimidan chekinib chiqdi. 2018-yili 8-oydan boshlab Eronga tarixdagi eng og'ir jazoni yo'lga qo'yishga boshladi. Bu Tehronning boshqariladigan bomba programmasi va rayon ta'sirini cheklashni o'z ichiga oldi.
Tönögün Xitayda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusida 413.124 yangi yuqumlanuvchining bayqalishi bilan yer shari yuqum ahvoli boshlangandan buyangi eng yuqori kundalik yuqumlanuvchi soni xotirlangan. Xabar qilinishicha, Yevropada tunji to'lqin muvaffaqiyatli holda bostirilgandan keyin yaqinqi bir necha hafta ichida yangidan yuqumning markaziga aylangan. Oldingi hafta Yevropada kuniga o'tiri hisob bilan 140 ming bemor bayqalgan. Yaqinqi kunlarda Yevropada kundalik vaqalar Amerika, Hindiston va Braziliyaning yig'indisidan ko'p bo'lgan. Dunyo miqyosida doklad qilingan har 100 yuqumlanuvchining 34 Yevropa davlatlaridan doklad qilingan bo'lib, Yevropada har 9 kunda taxminan 1 million bemor xotirlangan. Dunyo miqyosida yuqumlanuvchilarning umumiy soni 39.869.164 ga, umumiy o'lgich soni 1.112.908 ga yetgan.